Bu festivalda 30 dan ortiq davlatlar qatnashyapti. O'zbekistondan borgan bizning filmimiz eng yaxshi film nominatsiyasida g'olib bo'ldi. Endi nimaga bora olmadik? Kelsanglar biz bu yerda qolgan turar joylarni, oziq-ovqatlarni ko'taramiz deyishgan. Juda ham katta nufuzli festivalga tushibmiz. O'zbekiston nomidan nimalarga chiqdik, yordam so'radik. O'zbekiston davlat san'at institutidan so'radik, lekin afsuski u yerdan kutgan javob kelmadi bizga. Bilasizmi, u yoqdan shunaqa javob keldiki, xohlashmadimi yoki talabalarga moliyalashtirmaymiz, chunki u yoqqa borib kelish, boshqa ishlarga bilmadim. Xullas biz yaxshi javob olmadik. Filmimiz Venetsiyada o'tdi, murojaat qildim. Yoshlar ittifoqidan, o'sha yosh kinoijodkorlar kengashi murojaat qilib yordam bera olasizlarmi deb so'rab qo'ysam, yo'q, bizda u yoqda Grand Prix degan yutuq bo'ldi, lekin O'zbekiston nomidan hech kim chiqmadi u yoqda. Majbur emasdir, misolchi biz shu murojaat qilgan tashkilotlarimiz, lekin o'sha payti shu sovrin e'lon qilinganda videoyingiz chiqsa-da, uzr biz bora olmadik. Qolganlar hamma olmayapti, lekin o'zi bor. Qirg'izistondan, misolchi Qozog'iston ham o'zi bor. Lekin kecha o'sha yarim tunda va ertalabgacha uyqu kelmasdan alam qilgan joy o'sha joyi bo'ldi. Yosh kinoijodkorlarni qo'llab-quvvatlash markaziga ham bordik. Xatlarimiz bilan, hamma taklifnomalarimiz bilan bordik. Lekin boshqa tashkilotlarga o'xshab nima desa bo'ladi? Kutgan javob kelmayapti. Biz o'ylashimiz bo'yicha agar pul mablag' tomonidan ularga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, bunaqa tashkilotlarga bu muammo emas deb o'ylayman. Bu o'zimizni manfaatimiz uchun yoki boshqa ishimiz uchun borib kelishni so'ramaymiz. Ular javob berishdiki, agar bizga siz u yoqdan sovrin olasiz deb qanaqadir ma'lumot kelsa, aniq ma'lumot kelsa, biz sizlarga yordam berishimiz mumkin. Faqat o'shanda ham bittalarga asosiy konkursiga tushdik. Bu tushish o'zi ham oldin katta gap-ku, oldin tushib olish kerak. Oldin hamma filmni ham ular ko'rib tanlab olmaydi. Bo'lsang, bo'lishi mumkin. Bu yoqdan taklif qilib hujjat bo'ladigan bo'lsa, senga ruxsat beriladi. Avvalambor assalomu alaykum. Venetsiyada bo'lib o'tayotgan xalqaro kinofestivalda g'olib bo'lganlaringiz bilan tabriklayman. Adashmasam Mama deb nomlangan film. Kinofestival kecha bo'lgan ekan. Nima uchun sizlar bu yoqda sizlar bugun bormadingizlarmi kinofestivalga? Bu Venetsiyadagi festival, oldin aytib o'taylik, bu studentskiy festival, ya'ni talabalarga moslashgan. Bizning filmimiz ham O'zbekiston davlat san'at madaniyat institutida o'qiymiz, hali ham. Festival 21-martdan 24-martgacha bo'lib o'tdi. Bu festivalda 30 dan ortiq davlatlar qatnashyapti. Juda katta davlatlardan kinolar kelgan, lekin shunga qaramay O'zbekistondan borgan bizning filmimiz u yoqda eng oliy sovrin Grand Prix eng yaxshi film nominatsiyasida g'olib bo'ldi. Endi nimaga bora olmadik? Birinchi o'zi festivalga tushganimizda festivallarning o'zining talablari bor. Masalan, ularning talablari shunaqa bo'ldiki, agar sizlar o'sha yo'lkiraga nima qilsanglar, kelsanglar, biz bu yoqda qolgan turar joylarni, oziq-ovqatlarni ko'taramiz deyishgan va biz yo'lkirani o'tiradigan qolgan hamma xarajatlar, ya'ni bu yerda yashash ular tomonidan ta'minlanib berilardi. Shundan so'ng biz bu hamma ma'lumotlarni u yoqdan kelgan bizga taklifnomalarni olib borib institutga berdik. Birinchi bo'lib ko'rsatdik. Mana juda ham katta nufuzli festivalga tushibmiz. O'zbekiston nomidan bu birinchi marta, menimcha adashmasam, Venetsiyadagi, Italiyadagi festivallarga tushish. Qisqa metrajli filmlardan bu aniq birinchi marta bizda tushishimiz. O'shandan keyin biz nimalarga chiqdik, yordam so'radik. O'zbekiston davlat san'at madaniyat institutidan so'radik, lekin afsuski u yerdan kutgan javob kelmadi bizga. Qanaqa javob bo'ldi? Shuni ham endi biz bilasizmi, u yoqdan shunaqa javob keldiki, bilmadim, xohlashmadimi yoki qanaqadir noto'g'ri ish bo'lganmi yoki bilmadim, lekin bizga shunaqa javob keldiki, talabalarga biz moliyalashtirmaymiz, chunki u yoqqa borib kelish, boshqa ishlarga bilmadim. Xullas biz yaxshi javob olmadik. O'zimiz javob kutmadik. O'zbek kino olamida bir emas, 3 ta tashkilot bor. Ya'ni O'zbek kino milliy agentligi,
kinematografiyani rivojlantirish markazi hamda yosh kinoijodkorlar uyushmasi bor. Yoshlar ittifoqini bir bo'limi sifatida yosh kinoijodkorlar uyushmasi bor. Birorta tashkilotga murojaat qilmadingizmi? Shunaqa endi nufuzli xalqaro kinofestivalda g'olib bo'libmiz. Shunga borishimiz kerak. Shunga faqatgina yo'l xarajatlarini ko'tarib bersangizlar bo'ldi degan bir mazmunda bir murojaat bo'lmadi. Bu Abduazim institut bilan gaplashgandan keyin birgalikda bu institut bilan ko'proq bog'liq bo'lib turgani uchun men magistraturada o'qiyman, mustaqil izlanishda bu ko'proq institut bilan shug'ullanadi. Keyin hal bo'lmayapti degandan keyin biz ham kinematografiyani rivojlantirish markazida o'sha paytda aynan o'sha art house loyihasida edim. Keyin endi shunaqa vaziyat bo'ldi. Italiyaga filmimiz Venetsiyada o'tdi. Men shunaqa murojaat qildim. Yoshlar ittifoqidan, o'sha yosh kinoijodkorlar kengashi shulardan bir murojaat qilib yordam bera olasizlarmi deb so'rab ko'rsam, yo'q, bizda o'zbek kinoga boringlar, biz yordam bera olmaymiz deyishdi. Endi balki bilmadim bu narsani aytish to'g'rimi yo noto'g'rimi, lekin biz hech kimni yomonlab, misol uchun biror bir insonga shaxsiy hech qanaqa husumat bo'lmayapti. Endi aytmoqchi bo'lganim, bir tarafdan xursandmiz, lekin ikkinchi tarafdan ozgina odamga ozgina alam qiladigan joyi borki, o'sha o'zimizgacha to'g'ridan to'g'ri o'sha Facebookda kechasi yarim tunda bo'lib o'tdi. Bizning vaqtimiz bilan yarim tun bo'ldi. O'sha kuzatib turganimizda endi sizning o'rningizga kimdir chiqib, misol uchun o'sha festival tashkilotchi rahbariyati o'zlari olishdi. Endi odamga bir ozgina alam qiladigan joy ham bo'lar ekanda. Biz bordik, shunaqa biz bu narsada sizlarga yordam bera olmaymiz, o'zbek kino bilan gaplashinglar deydi. Keyin o'zbek kino Abduazimga o'zbek kinoga borib ko'ring deb, menda o'sha payt o'sha nimada bo'lib qoldi edi. Loyihada paytimiz Abduazim. Siz o'zbek kinoga murojaat qilmadingizmi? O'zbek kino milliy agentligi rahbariyatiga. Bizda shunaqangi nima bo'ldiki, masalan, bunaqa xalqaro nufuzli kinofestivaliga chiqayotgan talabalardan bitta biz emasmiz. Oldin shuni ham aytib qo'yishimiz kerakki, bunaqangi iste'dodli bolalar juda ham ko'p. Mana masalan, oddiy misol o'zimni kursdoshim, ya'ni bitta kursda o'qiymiz, hozir ham institutda. U Shvetsariyadagi bo'lib o'tadigan kinofestival asosiy konkursiga tushgan. Unda ham xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi, ya'ni u ham iloji bo'lsa tanishtirib o'tsangiz. Shokir Xoliqov degan kursdoshimni bizni tushunishmaydigan qisqa metrajli filmi Prolog festivalida qatnashgan, u ham sovrinlar olgan. Xullas, unda ham xuddi shunaqa vaziyat bo'libdiki, keyin eshitishimiz bo'yicha O'zbek kino milliy agentligiga borgan, u ham kirgan, xatlarini olib kirgan, shunaqa deb tushuntirgan. Afsuski, ulardan ham kutilgan javob kelmagan. Endi nima desa bo'ladi, to'g'ri tushuntirib yuborishyapti. Misol uchun qanaqa bir bahona bo'ladigan bo'lsa, qanaqa bir bahona topishyapti? Bilasizmi, mana masalan institutda masalan bilmadim, pul masalasi ularga og'irlik qildimi? Unda o'ylab qarasa, qancha pul ketadi shu borib kelish uchun? Endi masalan so'rab surishtirdik, masalan Venetsiyaga borib kelish bu ya'ni 7 millionlarga tushar ekan. 3,5 million borish, 3,5 million qaytish. Endi masalan bunaqa holatga masalan bu juda ham muhim kerak deb o'ylayman, chunki bu yoqda biz o'zimiz nomimizdan bormaymiz, O'zbekiston nomidan chiqyapti. Bu katta festival, 30 ta davlat ichidan O'zbekiston birinchi o'rin olyapti. Balki biz borganimizda O'zbekiston haqida yana ham ko'proq taassurotlar uyg'otardik. U yoqdagi bo'lgan ishtirokchilarga, jyurilarga, u yoqdagi hamma odamlarga-da masalan. Bu juda ham katta hodisa men o'ylashim bo'yicha, chunki u yoqdagi festivalda O'zbekiston filmi birinchi o'rin olib, hammani qarshisiga sabab bo'lyapti. Bu yoqda Grand Prix degan yutuq bo'ldi, lekin O'zbekiston nomidan hech kim chiqmadi u yoqda. Eng alamlisi shu, biz bu yoqdan video yuborishga majbur bo'ldik. Ya'ni ular aytdiki, bir kun oldin bizga xat keldi, bizani sizlarning filminglar bizani jyurilarga eng yoqqan film bo'ldi va sizlarga eng oliy sovrinni berishga qaror qildi jyurilar. Keyin sizlardan iltimos qilamiz, sizlar bu yerda Venetsiyada bo'lmaganliginglar uchun bizga video rahmat nomi yuboringlar. Biz O'zbekistondan turib deydi. Keyin biz
O'zbekistondan turib video qilib internet orqali ularga yubordik, rahmat etdik. Afsuski biz bora olmadik, lekin filmimiz sizlarga yoqqanidan juda ham xursand bo'ldik. Katta rahmat aytamiz. Afsuski bora olmadik dedik, endi nima qilamiz? O'sha uyalasanda nimaga kela olmading deb ular so'rab qolsa nima deyman deb uyalasanda, misol uchun o'zimizdan hali o'qiymiz, kontrakt, o'zimiz muammolarimiz o'zimizga yarashadi. To'g'ri, balki majbur emasdir, misol uchun biz o'sha murojaat qilgan tashkilotlarimiz, lekin o'sha payti shu sovrin e'lon qilinganda videoingiz chiqsa-da, uzr biz bora olmadik. Mana shunaqa qolganlar hamma olmayapti, lekin o'zi bor. Qirg'izistondan, misol uchun Qozog'iston ham o'zi bor, Belorussiya, Germaniya, Hindiston, hammasi o'zi bor. Kuzatib turibmiz filmlar, roliklar hammasini bormasak ham qiziqib, chin dildan kuzatib turibmiz. Lekin kecha o'sha yarim tunda va ertalabgacha uyqu kelmasdan alam qilgan joy o'sha joyi bo'ldi-da. Qaniydi mana o'sha O'zbekiston uchun degan bir O'zbekiston uchun degan so'z keldi-da, odam o'zing uchun yashaysan, avvalo har bitta narsani orqasida o'zimizning shaxsiy manfaat avvalo turadi, lekin o'sha o'zingizni shaxsiy manfaatingizni o'ylasangiz, o'zingizni o'ylasangiz, o'sha davlatga zarar yetkazmasangiz, ozgina foyda keltirsangiz, o'sha ham vatan uchun xizmatda. Bunaqa bolalar bizda juda ham ko'p. Borib kelishyapti, iloji borlari borib kelishyapti, iloji yo'qlari bora olmayapti. Xat to'ldirib bu yoqqa boradi, borib kelisha olmayapti. Endi shunaqa vaziyatda bo'lyapti. Feroz aka endi bilmayman, bu narsani balki umuman gapirish kerak emasdir, lekin gapirish kerak emas deysiz. Balki o'sha birog'i siz bilan suhbatlashib gapirganimiz yaxshidir. Endi biz hech qanaqa ish hali bu qilganimiz degani ma'no filmi degani bunda ustozlarimiz bizdan juda katta yordam berishgan. Ularsiz umuman iloji yo'q desam bo'ladi. Biz ularsiz mana Abduazam ikkalamiz misol shaxsan Yolqin To'ychiyev ustozimiz bizani o'sha bizni 3 oy 4 oy davomida 10-15 kishini olib borib O'zbek kinoda o'sha eski binosida hech qanaqa manfaatsiz kino haqida, kinoni fikrlashni o'rganinglar, kinoni ozgina bo'lsa ham tushuninglar deb olib borib o'sha narsa minnatdormiz. Va o'sha insonlarning orqasidan O'zbek kino milliy agentligi tomonidan o'sha bizga loyiha berilgan ma'no filmni suratga olish. Avvalo ularga minnatdorchilik bildiramiz. Bu narsani hammasida ularning ishi. Asosan ularning ishi. Bizni mana hozirgi so'nggi vaqtlarda yoshlarga, yosh kinoijodkorlarga qanaqadir bir moddiy, ma'naviy rag'bat berish uchun Yoshlar ittifoqi tomonidan yosh kinoijodkorlar uyushmasi tashkil qilingan. U yoqqa ham murojaat qildingizmi yoki qilmadingizmi? Yosh kinoijodkorlarni qo'llab-quvvatlash markaziga ham bordik. Xatlarimiz bilan, hamma taklifnomalarimiz bilan bordik. Lekin boshqa tashkilotlarga o'xshab nima desa bo'ladi? Kutgan javob kelmayapti. Biz o'ylashimiz bo'yicha agar pul mablag' tomonidan ularga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, bunaqa tashkilotlarga bu muammo emas deb o'ylayman. Bu birinchidan, ikkinchidan biz o'zimizni manfaatimiz uchun yoki boshqa ishimiz uchun borib kelishni so'ramaymiz. Biz xuddi shu sohani, ularni tashkilotini qiladigan vazifasi ham masalan yoshlarni qo'llab-quvvatlash ekan. Shu ish bilan boramiz, borgan bo'lsak. Bitta men bormadim. Aytib o'tganimdek, istedodli bolalar bor. Ular bilan birga bordim. Nima desa bo'ladi, bilmadim. Qanaqa javob berishdi ular? Xullas, ular javob berishdiki, agar bizga siz u yoqdan sovrin olasiz deb qanaqadir ma'lumot kelsa, aniq ma'lumot kelsa, biz sizlarga yordam berishimiz mumkin, faqat o'shanda ham bittalarga. Bu bizni bitta ikkita rejissyor ishlaganmiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan aytishyaptiki, agar qanaqadir pitchinglar uyushtiriladigan bo'lsa, agar yangi loyihalar bo'lsa, borsanglar, unda ham qo'llab-quvvatlashimiz mumkin. Endi bu degani men bilmadim. Festival o'zi asosiy konkursiga tushdik. Bu tushish o'zi ham oldin katta gap-ku, oldin tushib olish kerak. Oldin hamma filmni ham ular ko'rib tanlab olmaydi. Bo'lsang, g'olib bo'lish uchun u yoqdan dokumentlar hujjat bo'ladigan bo'lsa, senga ruxsat beramiz degan. Endi bu film bilan unga xabar berishmaydi. U filmni o'sha festival tugaguncha oxirgacha jurilar ko'radi, tomoshabinlar ko'radi, fikrlar almashinadi, so'rovnomalar bo'ladi. Hech kim oldindan javob bermaydi-ku, sizlar bo'ldi, sizlar filminglar yutadi deb. Mana bizga bir kun oldin o'sha taqdirlash marosimidan bir kun oldin xabar keldi. Bu ham nimaga undan xabar keldi? Chunki biz u yoqda bo'lmaganimiz uchun.
O'shaning uchun sizlarga chiqadigan odam bo'lmaydi, balki video qilib jo'natinglar bizga. O'sha tabrik, rahmat deb biz shunaqa qilishga majbur bo'lib qoldik keyin. Video yubordik, lekin baribir biz juda ham xursandmiz. Hozir mana Botir aytib o'tganidek, bu film chiqishiga katta hissa qo'shgan ijodkorlar, albatta film hamma ijodkorlarga rahmat deymiz. O'ta professional tarzda ishlab berishdi. Ustozlar agar Yolqin To'chiyev bo'lmaganda bu film bilmadim bo'ladimi, chunki o'zlari bizani tanlab olib, o'zlari ustimizda turib, rahbarlarga kirib, bizga ruxsat olib, hamma ishni bizga qilib berishdi, ta'minlab berishdi. Bundan juda ham xursandmiz. Bu birinchi xalqaro kinofestivalimizda ishtirok qila olmagan, ya'niki o'zlaringiz bora olmagan shaxsan yoki bundan avval ham qanaqadir xalqaro kinofestivalda ishtirok qilganmisizlar? Mama filmi, oldin film to'g'risida ozgina aytib o'tmoqchiman. Film Ikkinchi jahon urushida o'zbek ayollari boshqa millat egalariga evakuatsiyadan qochgan, urushdan qochgan bolalarga mehr berib, uy berib, ovqat berib, o'zini o'g'il qilib olish to'g'risida bu juda ham katta fakt. Bu bo'lib o'tgan voqea-ku. Hech kim buni nima qila olmaydi. O'sha to'g'risida film. Bu film hozirga qadar 7 ta xalqaro kinofestivalda qatnashishga ulgurdi va yana hali ko'p festivallardan javob kutyapmiz. Masalan, bundan oldin Qirg'izistonda bo'lib o'tgan o'sha NDH davlatlari o'rtasidagi kinofestivalda O'zbekiston nomidan qatnashdi. Film to'g'risida juda ham iliq fikrlar bo'ldi. U festivalda qatnashdik, chunki festival o'zi hamma xarajatlarni bo'yniga oldi. Film to'g'risida shunaqangi katta iliq fikrlar bo'ldiki, O'zbekiston haqida kelib, boshqa ishtirokchilar ham kelib tan olib aytdi. Ya'ni film juda ham ularga ma'qul kelganini, O'zbekiston haqida ular yana ham ko'proq fikr bilib olgani, nima qanaqa davlatligini bilgani, bu albatta juda ham quvonarli holat bo'ldi. Ya'ni biz nafaqat o'zimiz filmimizni targ'ib qilyapmiz, balki O'zbekistonni boshqa millatlarga qanaqa ekanligini ko'rsatib qo'yamiz. Bu eng asosiy menimcha vazifa deb o'ylayman. O'sha vaqtda O'zbek kino milliy agentligi sizlarga qanaqadir bir rahmatnomami, rag'batmi berdimi? Misol uchun borib keldingizlar yoki sizlarni chaqirib bir biz shaxsan o'zimiz xabarimiz bo'lmadi. Endi bu O'zbek kino milliy agentligi tomonidan moliyalashtirilgan ekan, avvalgi rahbariyat tomonidan xabarimiz bo'lmadi. Mana bugun ham hattoki Facebookdan bilib oldik, shunaqa xalqaro kinofestivalda ishtirok qilayotganingizni Facebookdagi bir insonning sahifasidan bildik va sizlarga murojaat qilyapmiz. Biz o'zimiz xabarimiz bo'lmaganidan keyin hozir o'yladikki, O'zbek kino milliy agentligi bundan o'zi xabari bormikan? Hozir ayni vaqtda shu xalqaro kinofestivalda oliy mukofotni qo'lga kiritganlaringizdan bu xabardormikan o'zlari? O'zi o'sha vaqtda qay darajada sizlarga javob bo'ldi? Endi bu hozir xabarlari bormi yo'qmi, endi buni aniq bir narsa deya olmaymiz. Lekin misol uchun Qirg'izistonda qatnashib kelganimizda mana biz o'sha olib kelgan narsalarni yuborib, ularga o'sha nimagadir yarar. Misol uchun mana kino biz ham yoshlarmiz, mana shunaqa borib keldik, shuncha davlat ichida borib o'tib, asosiy nominatsiyalar uchun kurashdik deb o'sha narsalarni yuborganmiz. Endi ularga yubordik, o'zlari uchun balki o'sha bilib qo'yishgan, bu bilib qo'yish e'lon qilishdimi? Mana shunaqa mana festivalga borishdi. Shu haqida gapirib berdingmi? Yo'q, lekin unaqa e'lon qilinmadi. Endi biz ham unaqa e'lon qilish uchun, unaqa e'lon qilishni xohlab orqasida unaqa yurmadik. Men sizlarga oxirgi beradigan savolim, O'zbek kino olamida umuman mana sizlarga o'xshagan yoshlar juda ko'p. Buni bilaman. Qanaqa muammolar bor o'zi umuman shu to'siq bo'ladigan. Hozir ko'rdik. E'tiborsizlik, eng kattasi e'tiborsizlik. Yoshlarga qaysidir rahbarlar tomonidan talab qilinyapti-yu, lekin mana sizlar yaxshi, shu avvalgi rahbariyat pul beribdi, sizlar film olibsizlar. Juda ko'plab
odamlar olqishiga sazovor bo'libdi. Xalqaro mana faktdan bor xalqaro kinofestivalda g'olib bo'libsizlar. Bu ham biz prologda ham qatnashganmiz. Prologda o'rin yo'q, prologda bizda prologga o'sha o'rinlarga hech narsaga loyiq ko'rilmagandik. Endi u yoqqa bordik. Endi baribir bizni kinofestivallar baribir saviyasi yuqori bo'lganidan u yoqda balki o'sha u yoqda loyiq o'sha nima deydi, u yoqning auditoriyasiga ham qanaqadir u yoqning formatiga to'g'ri kelganmi? Bizda lekin bizni formatimiz to'g'ri kelmagan. Bizda endi sertifikat ham oddiy nima deydi, xursandchilik uchun rahmat ham deyilmaganda, lekin bizda o'sha qatnashdinglar ham deyilmagan. Endi muammolar haqida so'radingiz. Hozir ikkalamizda ham muammo ko'pda. O'shani ayting. Muammolar haqida so'rayapsiz. Hozir mana deylik, men o'zim juda xursand bo'lib chaqirdim. Doim shu 2-3 yildan beri kino olamida bevosita shu harakat qilib yurganligim uchun bu men uchun, shaxsan men uchun juda ham bir quvonarli hodisa bo'ldi. O'sha uchun kutmagan edim. Hattoki men telefon qilgan paytim, shu Facebookda bir odamdan nomerini olgan paytim, sizlarning ota-onalaringizga tushsam keraksizlar, u yoqda shu xalqaro kinofestivalda hozir bugun shu o'sha orzulari bir ro'yobini ko'rayotgan bo'lsangiz kerak deb o'ylagan edim. To'g'risi ochiq turing, mana ochiq gapiryapti. Lekin bular men o'zim shu film olganman deganlardan keyin shokka tushib qoldim. Nimaga u yoqdan emas? Keyin oxiri mana chaqirdim, mana video bir intervyu qilaylik, bilsin, muxlislar bilsin, misol uchun bizda ham bor. Faqat imkoniyat ham qaysidir ma'noda yaratib berilgan, faqat e'tibor juda kam. Lekin hamma bilib qo'ysin uchun men bunaqa bir video intervyu qildim va shu oxirgi savolim muammolar yoshlar o'rtasida qanaqa aynan kino olamida yoki yo'qmi haqiqatan bizda misol uchun qaysidir darajada ijod qiladigan yoshlar yo'qmi? Dangasa bo'lib ketganmiz darajada. Feruz aka, bu gapingizga endi avvalo birinchi navbatda o'ylayman, o'zimizni ozroq tuzatishimiz kerak. Yoshlar bor, yo'q emas. Yo'q desangiz bu juda ham noto'g'ri bo'ladi. Bor, yoshlar ko'p, yaxshi yoshlar, mana o'zimiz o'shalarning juda ko'pini, bir nechta 10 tadan ko'pini taniymiz. Ularga faqat ozgina turtki bo'lib, ma deyish ham shart emas. O'sha ular borgan joyda o'shani murojaatiga javob berilsa, o'sha ko'p narsa, ko'p ishlar bitib, yaxshi ishlar amalga oshib ketadi deyman va bu ko'pchilikning muammosi. Avvalo biz o'zimiz yana ham ko'proq ishlashimiz kerak. Buning uchun baribir ozgina bu o'sha yoshlarni yig'ib, bir ozgina yana ham xalqaro nima deydi, jahon standartlari darajasida deydimi, jahon standartlari darajasida ozgina o'sha yo'naltirish kerak-da. Mana San'at va madaniyat institutida o'qib chiqamiz, yaxshi, juda ham San'at va madaniyat institutimizda yaxshi, misol uchun o'qitishadi, yaxshi ilm ta'lim berishadi, lekin institutda ham bitta muammo. Bolalar yaxshi ish qilaman desa, o'zini cho'ntagidan oladi, keyin festivalga ham o'zini cho'ntagidan bora olmaydi, o'zini cho'ntagidan olgandan keyin ish sifatsizroq bo'lib qoladi. Misol uchun shunaqa ko'p yo'nal. Yoshlar juda ham ko'p, ular harakat qilyapti, juda ko'p o'ylayman, juda ko'p eshiklarga mana oddiy azmi kursdoshi misolida aytishim mumkin, unga o'xshagan juda ham ko'p yoshlarimiz. Sana bittalab sanab chiqsa mayli, yaraydigani deb chiqsa ham kamida 15-20 ta chiqadi, bor. Biz bilmaymiz lekin. Biz emasmiz lekin. Ular uni boshida biz demaymiz. Bizdan zo'r. Biz eng oxirida tursak ham kerak, lekin bizdan zo'rlar ham juda ko'p. Aytmoqchi bo'lganim, bizdan zo'rlar ham. Biz o'shalarni eng oxiridagi darajadamiz desak ham bo'ladi. Yaxshi bolalar ko'p, faqat ularga mana bitta narsa, bu nima deydi, bir qanaqadir balandparvoz gap emas. Balandparvoz gap deyolmayman, lekin 2 yildan beri mana muhtaram prezidentimiz tomonidan, Shavkat Mirziyoyev tomonidan juda ko'p majlislar o'tkazilib, mana kinochilar yig'ilyaptilar. Bitta narsa, shunaqa xursand bo'lib, butun odam taniz, hayajonlansiz, qanaqa darajada o'zingizni yo'qotib qo'ysiz, shunaqa darajada o'sha gaplar yoshlarga e'tibor beraylik, yosh kinochilarga misol uchun imkoniyat qilinglar, yoshlarni o'qitib zamon talablari darajasida ishlaydigan qilinglar, shunaqa qilinglar, shunaqa bo'lsin deb juda ko'p misol uchun gapirdilar. Juda ham xursand bo'ldik. Ozgina kutdik. Misol uchun biz ham
o'sha ro'yxatlar ichiga tushib qolsak qaniydi, ozgina ishlarmikinmiz, o'sha rag'batlantiriladigan nima deydi, ozgina imkoniyat beriladigan yoshlarning ichiga tushib qolsak qanaqa bo'lar ekan deyildi. Yaxshi, misol uchun yomonda men mana Art House loyihasiga tushdim. Men o'sha loyihada yana o'sha ish davom etyapti, lekin bitta, ikkita misol uchun ko'pchilik baribir qolgan ko'pchilikka ham yana kerak. Tushunarli. Kerak demoqchiman, nima kerak? Murojaatiga vaqtida javob kerak. Ssenariysiga javob kerak. Qanchalar misol uchun qilmoqchi gapingizdan kelib chiqyaptiki, ssenariylarga yoki siz taqdim qilgan loyihalarga ham vaqtida javob bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, shaxsan men o'zim berganim yo'q. Bunda Abdulazim juda ham shu dard buni qiynayotgan dard bo'lishi kerak. Oldin aytmoqchimanki, men kino nafaqat san'at, balki sanoatda, masalan, kinoga mablag' berilmasa, uni olishi iloji ham yo'q, boshqa bo'lmaydi. Oddiy misol aytadigan bo'lsak, masalan, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutini rejissyorlik guruhida o'qiydigan 15 ta bola bo'lsak, masalan, bizda 15 ta rejissyor, masalan, har chorakda kurs ishi qilinadi rejissuradan, ya'ni masalan, qisqa metrajli film qilinadi. Deb xohlaysizmi, xohlamaysizmi, baribir filmingizni o'zingiz cho'ntigingizdan qilasiz. Hech qanaqa yordam institut tomonidan na kamera beriladi, na boshqa beriladi, to'g'risida. O'z-o'ziga o'li yetim. Shunaqa bo'ladi. Endi hozir shunaqa tashkilotlar bor. Talaba majbur bo'lib, qiynalib bo'lsa ham o'zi pul topib film suratga olinadi. Suratga olib yaxshi film qilsa, masalan, olib borgandan keyin hech bo'lmasa balki yo tomoniga yordam bersa xursand bo'lardik biz. Chunki institutda nafaqat o'qib ish qilish kerak, balki kontrakt pullari ham bor-da, to'g'risini aytish kerak. Institutda muammosi hozir rejissyorlik guruhida hamma bolalar muammosi shu. Men bilaman, ularning ichidaman, kontrakt to'lash kerak, bu yoqdan film qilish kerak. Film qanaqa qiladi u? Agar mablag' ajratilmasa, kamerani qayerdan oladi? Kamerani ham olib olish mumkin. Filmga faqat kamerani o'zi yetmaydi-ku. Sizcha odam jamoani mehnati kerak. Baribir bu iloji mablag' bo'lmasa qanaqa olinadi film? O'sha muammoli hali ham masalan qiynaydi, haligacha. Bilmadim, endi ssenariylar hozir O'zbek kino milliy agentligi qisqa metrajli filmlarga ajratgan ekan, soat 10 soat ajratgan ekan. Men o'zim berdim ssenariyimni. Dekabrda berdim. Lekin javob kelmadi. Dekabrda? Bilmadim, yo'q. Endi yomonlash emas-ku, lekin baribir to'g'ri tushunish kerak bu vaziyatda. Talaba film qilsa, bizda hech kim masalan unaqa sponsor deydi-ku. Hech kim yordam bermayapti. Shu paytgacha qilingan filmlar, ayniqsa qisqa metraj, shuncha paytgacha qilingan filmlar kim qilgan bo'lsa ham, qaysi talaba qilgan bo'lsa ham o'zining cho'ntigiga qilgan. O'zining cho'ntiga, ya'ni o'zi topib, o'zi pul topib qilgan. Lekin masalan, mana agar davlat pul ajratib, moliyalashtirib, yordam beradigan bo'lsa, mana bu film masalan isbot qilyapti-da. Chunki bu O'zbek kino milliy agentligi Respublika kino fondidan tushgan. Natijasi ham beryapti masalan. Lekin hech qanaqa moliyalashtirish bo'lmasa ham film qilib, talaba o'zi qilib, bizga o'xshab festivallarda qatnashib kelayotgan masalan do'stlarimiz ko'p, haqiqatan juda ham iste'dodli bolalar ko'p. Ularda ham xuddi shunaqa muammo, afsuski. Mana misol uchun Feruz aka, uzr gapingizni bo'ldim. Alixon Rayev o'sha Prolog kinofestivalini matbuot anjumani bo'lganda bir chiroyli gap gapiruvdilar-da. Bizda hozir menga tanishtirishdiki, mana yosh rejissyorlarimizni kutib oling, yosh rejissyorlarimiz deb menga tanishtirishdi dedilar-da. Yosh rejissyorlarning yoshini qarasam 35 dan 40 gacha sizlarda yosh rejissyorlar ekan, lekin bizning tushunishimiz bo'yicha yosh rejissyorlar degani bu 25-26 yoshgacha yosh rejissyorlar deb o'ylaymiz. O'sha 35-40 ga borgandan keyin u yosh rejissyor bo'la olmaydi. U juda ko'p bu paytgacha yoshligi o'tib ketdi. Yosh rejissyor, debyutant degani boshqa, bu yosh rejissyorda u. O'sha narsani ham misol uchun ishlar olinayotganda yosh rejissyor yoki bo'lmasa o'sha 40 ga kirgan odam rejissyor ham yosh rejissyor deb bo'lmaydi. U faoliyati davomida qanaqa ish bilan shug'ullanganidan qat'iy nazar u 40 ga kirib
biz 60 ga kirgan odamni yosh rejissyor deya olmaysiz-ku, 60 ga kirib rejissyorlik qilgisi kelib qolgan bo'lsa-da. Gap endi aytmoqchimanki, o'sha so'zlarni ishlatishda ham hozirgi kunda juda ham anaqa juda ham bir nozik masala bo'lib qoldi-da. Hozir yosh rejissyorlar deyapmiz, bir bundoq nazar solib qarasangiz, misol uchun yosh debyutant bo'lmasa bizga o'xshagan yosh, misol uchun bizning yoshimiz 24, 25 yoshdamizda, misol uchun, lekin 40 yoshda ham yosh rejissyor bo'lyapti-da, ular ham yana misol uchun korotkометражкалар qilsam, o'sha qisqa metrajli filmlar, balki buni ham bir yosh rejissyor, yosh katta ulg'ayib qolgan rejissyorga hozirroq ajratishda balki o'ylab ko'rish kerak. 25 gacha rostdan institutni bitirguncha yosh rejissyor, institutni bitirib 25 yillik yo bo'lmasa kamida 10 yillik staji bor odam yosh kattaroq rejissyor bo'lishi kerak-da. Keyin yana undan kattaroq rejissyorlar, ustozlarimiz bor-ku, ularni misol uchun o'sha tarafi ham bilmayman, juda ko'pdan beri bizni qiynayapti-da. Yosh rejissyor kim o'zi? Yosh rejissyor 45 ga kirgan odam tushunarli. Yosh rejissyormi yoki yosh rejissyormi? Bu masalan endi kim qanaqa tushundi bilmam, lekin yosh rejissyorlar bilan yosh rejissyorlarni ajratib olish kerak deb o'ylayman. Agar o'sha ana diqqat qaratilayotganda, aynan imkoniyatga yo bo'lmasa o'sha qilinayotgan ishga, berilayotgan ishlarga qaralayotganda o'sha yosh rejissyorlarga deyildimi? Endi debyutant rejissyorlar olish kerak, misol uchun shunaqa ish qilish kerak, yo boshlayotgan rejissyorlar degan o'sha yosh rejissyorlar yoshini ham bir o'ylab ko'rish kerak. Va o'sha Ali Hamrayev o'sha gaplari hozirgi kunda juda ham yaxshi anaqa bo'ldi-da. Mana siz magistraturada o'qiyotgan ekansiz. Qanaqadir men ko'pdan beri eshitmadim, bizda ham shu chet elda o'qib yurgan bolalar borligi, aynan kino sohasidan bu yoqdan bir tajribaga ega bo'lib, sizga o'xshab, mana ularga o'xshab qanaqadir bir qisqa metrajli filmlar olib, keyin chetda deylik mana Moskvadan yoki Gollivudga borib, o'qib, aynan rejissyorlik borasida o'qib yurgan odamni bilmadim. Oxirgi menimcha o'qiganda shu Ayub Shahobiddinov Yorqin To'ychievlar bo'lsa kerak. Ulardan keyin ham o'qishgan, lekin hozir aynan biz institutimiz bilan hamkorliklari menimcha hamkorligi yo'q. U yo'qni faqat o'zi o'qish istagi borlar bormi? O'zlari yo o'qish istagi borlar bor. U yoqda o'qiydiganlar ham bor. Ular u yoqda o'qiydiganlar o'zlari mustaqil biz San'at va madaniyat institutidan aralashmagan holda mustaqil ketib, ular u yoqda tayyorlanib 1 yil 2 yil yurib o'qiyapti. Biz lekin bu yoqdamiz, lekin mana misol uchun bilim daraja bemalol yetadi, to'g'rimi? O'sha chet elda o'qishga bemalol bilimlaringiz yetadi. Endi misol uchun hech kim ham bilib tug'ilib qolmaydi. Sherzak aka, bilib tug'ilib qolmaydi. U yoqqa nimaga boramiz? Yana ham o'rganish uchun, bilish uchun boriladi. Hozir bizning institutimiz aynan bog'liq tarzda u yoqqa yuborilganlarini bilmayman, to'g'risi gap. Lekin bitta xursand bo'lib yuribmiz. Nimaga o'sha yosh kinoijodkorlar kengashi raisi Oybek aka Abdushukur aytdilar, bizning maqsadimiz Yoshlar ittifoqi yil oxirigacha o'sha Art House loyihasida o'sha 4 ta 5 ta guruh olinsa, o'sha guruhlardan saralab olingan rejissyorlarni, operator o'sha guruhlarni yilning oxiriga Yoshlar ittifoqini shunaqa reja qo'ydiki, o'sha oliy kursga, Moskvadagi oliy kursga yuborib, rejissyorlik kursida 2 yillik o'qitib, tayyor qilib olib kelish maqsadimiz dedilar. O'sha narsani eshitib xursand bo'lib faqat kutyapmiz. Endi biz hali unga tushamizmi yo'qmi Xudo biladi, lekin o'sha narsani o'zi bizga umid. Odam kutib yashaydi deydi-ku, o'sha kutib bu o'ylayapmiz, borib o'rganib kelsak kerak nimalardir. Agarda bo'lib qolsa, Xudo avvalo Xudo nasib qilsa. Mama filmi haqida gapirib bersak, film ijodiy jamoasi qayerda suratga olindi, qancha vaqt ketdi va umuman shu kungacha bo'lgan jarayon haqida. Chunki hozir hamma narsa haqida gapirdik, film haqida gapiryapmiz va bu filmni qayerda ko'rsak bo'ladi? Boya o'tganimizdek ssenariy muallifi Yorqin To'ychiyev va badiiy rahbari Yorqin To'ychiyev, operator Jamshid G'aniyev, postanovkachi rassom Shamshid Ibrahimov, Bektosh Rajabov, filmda rollarda Farhod Abdullayev, Elmira Rahimjonova o'ynashgan. Ijodiy jamoa ancha tajribali, bizga ancha yordam berishgan, professional ijodkorlar. Film Xorazm viloyatida suratga olindi. Film uchun obyektlarni juda ko'p qidirdik, chunki bizga o'sha Ikkinchi jahon urushi davrlari kerak edi. O'shaning uchun biz Toshkent viloyatini ko'rmagan joyimiz qolmadi. Keyin o'sha aynan Xorazmda
tarixiylik, haqiqiy milliylik, o'sha biz xohlagan narsa faktori bor uchun o'sha Xivada suratga olingan film. Film umumiy suratga olish jarayoni 3 kun davomida suratga olingan. Xorazmga borib, umumiy bir 6 kun Xorazmda bo'lganmiz. Tayyorgarlik jarayonlari va 3 kun suratga olish jarayonlari bo'lgan. Filmda albatta bizda juda katta nima deydi, odam massovka ko'p bo'lgan. O'sha 100 har bitta syomkamizda kamida 180 kishi, 100 kishi bo'lgan. Endi bizlarni endi katta bunaqa nima deydi, katta ishimiz bu birinchisi edi, chunki o'zimizning qisqa metrajli filmlarimiz bor. Unda endi asosan 3 ta 4 ta kishi bilan bunda juda katta edi. Massovka, odam, o'sha ijodiy guruh, har bitta narsa o'zining joyida, chunki bu hamma narsa o'zining joyida bo'lishi sababi davlat tomonidan o'sha moliyalashtirilib, hamma narsa imkoniyat darajasida qilinadi. Bu juda ham katta tajriba bo'lgan. Avvalo o'sha bizdagi o'sha hayajon bo'lmasa bo'lmaydi-da, hayajonlangan bo'lishimiz mumkin, lekin o'sha ustozlarimiz, o'sha badiiy rahbarlarimiz borishgan, boshimizda turib, nima qilmoqchisan, qanaqa qilmoqchisan, har bitta narsamizni to'g'ri isbotlay olsakgina o'sha ishlarimiz qilganmiz. Suratga olish jarayonida ham aytmoqchi bo'lganim o'sha umumiy massovka bilan ishlangan. Xivada juda ko'p yordam berishgan. Butun Xivada teatrlar, Qo'g'irchoq teatri bormi, boshqa juda ko'pchilik yordam bergan. Va shu 3 kun davomida suratga olingan. Keyin boya Abdulaziz Mamatov aytdi, o'sha filmni voqealari o'sha Ikkinchi jahon urushi davrlariga borib taqaladi. Shuning uchun biz o'sha davrni sharoitini chiqarish uchun ayniqsa rassomlarimizda juda ham katta yordam berishgan, uni ham xizmatlari juda ham katta bo'lgan, juda ham ko'p yordam berishgan. Filmda Abdulaziz aytganlaridek o'sha o'zbek onasi, mama filmi o'sha o'zbek qahramon, o'zbek onasini qahramon sifatida olib chiqqanmiz. Mama, ona bo'lib turib, mama nomini mamaligi shunaqa ona bo'lib turib, ona edi. O'zini o'zbek bolalari urushda hammasi o'lib ketib, mamaga aylandi. Rus bolalar keldi, mama dedi. Lekin ona dunyoda ona bitta. Ona o'zbek, rus, qozoq, qirg'iz, boshqa ona. O'sha ona haqida, o'zbekning o'sha onasi haqida, qahramonligi haqida filmni. Bu film qayerdan ko'rsa bo'ladi? Hozir men misol uchun qiziqqanlar bo'lishi mumkin. Bu filmni televideniyada ketganmi? Ketgan. Bu film o'tgan yili Milliy kanalda ko'rsatishgan. Hozir shunaqangi holatki, masalan, Prolog festivalida ham qatnashdi bu film bu yoqda ham. Hozir boya aytib o'tganimdek, bir qancha festivallarga yuborganmiz bu filmni. Ya'ni xalqaro festivallarning talabi ham shunaqaki, film ochiq nimaga nima desa bo'ladi? Demak, hammaga taqdim qilingan bo'lish kerak emas. Ochiq taqdimoti bo'lmasligi. Anaqa ochiq internetda ochiq taqdimot bo'lmasligi kerak-da. Biz internetda uni joylashtirganmiz, festivallarga yuboramiz va albatta umidimiz bor, tez kunlarda albatta internetga qo'yamiz. Xudo xolasa. Niyatimiz bor. Kattakon rahmat. To'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Xursandligimdan chaqirib mana mini intervyu olish vaqtiga ham muyassar bo'ldik. Kino olamida mana sizlarga o'xshagan fursatdan foydalanib Mama filmini barcha ijodkorlarni tabriklab o'tmoqchiman. Bu ularni ham yutug'i, bu hammaning yutug'i, butun jamoani yutug'i. Ustozlarni tabriklab qo'ymoqchiman. Bu ularning ham yutug'i, bu O'zbekistonning yutug'i. Bu butun O'zbekistonning yutug'i. Italiyada O'zbekiston g'olib bo'ldi. Shu fursatdan foydalanib hammaga rahmat aytib qo'yaman, tabriklab qo'yaman sizlarni ham yutug'inglar. O'sha filmni Italiyada, Venetsiyada o'sha La Foscari short film festivalida o'sha arxivida turib, o'sha joyda talabalarga va keyingi festivallarda namoyish qilinishini eshitib juda ham xursand bo'ldik. O'sha O'zbekiston nomidan
O'zbekiston deganda o'sha film ko'rib, ozgina bo'lsa ham O'zbekiston haqida iliq taassurotlarga ega bo'lishini va biz o'zimiz avvalo qilgan ishlarimiz o'sha qayergadir borib yetganidan xursand bo'ldik. Juda ham to'g'risi gap, endi xursandchilikni aytib bo'lmaydi va men ham o'sha Abduazimga ham katta rahmat deyman. Bu asosan filmlarni o'sha festivallarga yuborish bo'yicha bu tashabbuskor bo'lib turibdi. Men endi shu paytgacha ham festivallarga chiqishga juda ko'p qiziqmaganman. Undan oldin ham olgan filmlarim bor, lekin chiqishga qiziqmaganman. Endi Abduazim mana shunaqa joyga tashabbus bilan chiqib festivallarga yuboraylik. O'sha hali yana bitta savol tug'ildi. Bizda qaysi bir tashkilot o'zi mana biz o'zimiz yuboramiz degan tashkilot bo'lmagan. O'zlaringizdan chiqqanmi? Yo'q, unaqa tashkilot yo'q. O'zlaringiz yuborgan. Savol O'zbek kino milliy agentligiga ham Yosh kinoijodkorlar uyushmasi kinematografiyani rivojlantirish markazi yubormagan. O'zlaringiz yuborgansizlar, to'g'ri? Bevosita o'zlaringiz. Aslida shunaqa tashkilot bo'lishi kerak, lekin biz to'g'risi bilmaymiz-da, chunki hech qayerda aytilmagan, mana shu tashkilot mana shu filmni yubordi deyilmaganda, menimcha shunaqa. Endi biz bilmaymiz. Demak, tashabbuskorlik hozir odamning o'ziga qolyapti. Rejissyorga qolyapti. Mana film jamoasining bittasiga qolyapti. Chiqarilmagan qancha filmlar bor. Bolalar o'zi chiqarsa chiqdi. Masalan, men aytayapman, bundan oldin ham 2-3 ta olgan chiqazmaganman. Abduazim mana tashabbuskorlik qilib chiqazaylik, birlashini shuni keyin o'sha subtitrlarni inglizchaga o'girib chiqaraylik dedi birga qilib, mana chiqadi. Bunga rahmat aytaman yonimda turgani uchun va eng katta rahmatni o'sha bizning ustozlarimizga, hammasiga yordam bergan insonlarga, hamma o'zi biladi qanchalik darajada yordam berganini. Misol uchun inson o'zi biladi-da, o'sha insonlarga g'oyib bo'lsa ham katta rahmat aytamiz. Ikkalamiz nomimizdan ham. Va bugun o'sha siz bilan kelib ozgina gaplashdik. Avvalo hech kim uchun, hech kimga qaratilmagan bu gaplar, faqat o'zimiz ichimizda dardimizni siz so'radingiz, biz aytib berdik va shuni aytmoqchimizki, biz faqat xursand, sizning oldingizga xursand bo'lib kelib turgan ikkita oddiy insonlarimiz. O'shani aytib qo'ymoqchiman. Biz hali katta rejissyor bo'lib yo rejissyor bo'lishga hali ulgurmadik. Hali Xudo bundan keyingizni, misol uchun o'sha bizga mana shunaqaki bugungidek bir yaxshi kunlarni nasib qilsa, ishlash nasib qilsa, shu sohada yaxshi ishlab ketamiz. Ilmimizni ziyoda qilsa, tafakkurimizni ziyoda qilsa ishlab ketarmiz. Lekin avvalo oddiy odam sifatida gaplashdik siz bilan va oddiy odammiz. Hech qanaqa rejissyor emasmiz. Hech kimga baho berib, kimnidir yaxshi, kimnidir yomon deyishdan uzoqdamiz va unaqa deya olmaymiz ham, chunki bizga emas, unaqa deyishi yolg'iz Xudoga. Lekin o'sha bo'lgan munosabatlarga nisbatan o'zimizni xolis fikrimizni bildirdik. Rahmat. Sizga rahmat buning uchun. Avvalambor suhbatga rozilik bildirib kelganlari uchun kattakon rahmat va o'zbek kino olamidagi tashkilotlarga bir narsani yetkazib qo'ymoqchiman. Shaxsan Feruz Muhammad o'zim Kamina nomidan. Mana demak, bu yoqda hozir tashabbuskor ham shu rejissyorlar o'zi film oladigan ham ular to'g'ri film qaysidir ma'noda moliyalashtirilgan ekan, kattakon rahmat shu O'zbek kino milliy agentligiga. Lekin olingan film oxirigacha o'zlarining tashabbuskorligi bilan harakat qilinsa, mana bunaqa nima deydi, ko'ngil o'ksiklik bo'lmaydi. Misol uchun bitta odam biror bir ijodiy mahsulot qildimi, uni ruhi ko'tarilishi uchun qaysidir ololmasligi mumkin, o'sha yoqda ololmasligi mumkin. Hech kimga hech narsa kafolat berilmagan. Qanaqa manaman degan rejissyorlar bor, Oskarda hali ham ololmaganlar mingta-ku. Yoki o'zbek kino olamida manaman degan rejissyorlar chiqolmay yurganlari kino festivaliga umuman shunga qiziqmaganlari ko'p-ku. Lekin tashabbuskorlik rahbariyat tomonidan, aynan shu o'zbek kino olamidagi rahbariyatlar tomonidan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Yosh kinoijodkorlar bundan faqat manfaat ko'radi, ruhi ko'tariladi. Hech kim pul so'rayotgani yo'q, o'zi uchun pul so'rayotgani yo'q bu yoqda, yoki bir aylanib kelmoqchi emas. Ko'cha tilida aytganda, qaysidir davlatga borib, ko'ngil xushlik qilib aylanib kelish niyatida emas, o'zi olgan filmni rag'batini ham o'zi ko'rmoqchi bo'lgan. O'sha yoqdagi 30 ta tengdoshining ichida bular ham bo'lishi mumkin edi. Nima bo'lganda ham o'zbek kino olami tashkilotlari qo'lidan kelganicha, imkoniyati boricha yordam bersa bo'lardi. Menimcha bu vaziyatda ular qo'ldan shu yordam berish kelardi.
ozginagina hafsala va harakat, ozginagina xohish bo'lsa bo'ldi deydi. Rahmat kattakon.